Bir kecha uchun 20 ming dollar to'lanadigan mehmonxona ko'rdim va eng qimmatini menimcha men ko'rdim. Yo'q, siz adashyapsiz. Eng boy va eng mashhur odamlar dam oladigan luxury 5 ta mehmonxona bor. Siz aytayotgan mehmonxona, uni oxirgisi ham 4 ming. Qanday sanaveringchi, qizuv. Birinchisi Fransiyada, Kanneda, Martinis deb nomlanadi. Uni eng qimmat xonasi bir kechaga 53 ming dollar tashkil qiladi. 53 ming dollar. Bundan ham qimmati bor. U Shvetsariyada, ya'ni Jenevada joylashgan Prezident Wilson mehmonxonasi hisoblanadi. U bir kechaga 80 ming dollar tashkil qiladi. 80 ming. Unda atiga 12 ta spalnisi bor. Bundan ham qimmat atay bor. U, конечно, Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan, Las Vegasda joylashgan, 16 Palms Casino Resort deb nomlanadi. Bu otel bir kechaga 100 ming dollar tashkil qiladi. Voy. Hozir eng qizig'i 100 ming dollarga keldik, yana ikkita o'rin bor bizda. Tezroq ayting faqat. Undan qimmati endi bizdan uzoqda joylashmagan, endi hamma yaxshi ko'radigan Dubay shahrida joylashgan. Nomi Atlantis Royal deb nomlanadi. Hop. Unda bir kecha qolish narxi 120 ming dollar tashkil qiladi. 4 ta o'rin 120 minggacha keldik. Da. Oxirgi o'rin. Endi 2 baravarga ko'paytirasiz. Voy, o'zimga oling. Stavkani oshirasiz. Hop, ayting. U Karib dengizida joylashgan. U suv ostida bo'ladi. Lichniy submarin. Uni nomi Lovers Deep Luxury Submarine. Bu yerda o'zini shaxsiy powerlari bo'ladi. Sizga spesialni hamma menyular tayinlanadi va dengiz ostidagi barcha chiroylilardan maza qilib panoramniy oynalardan rohatlanib dam olishingiz mumkin. Qan narxi qali, to'g'rimi? Uni o'zgarishi bor, unda xizmatlar qo'shilishi bor. Mana shu 5 ta sanab o'tdik. Qaysi biriga do'sti bor bizada? Klientlarimiz agar so'rasa olib bera olamiz. Hammasiga olib bera olamiz. Hammasini tashkillashtirib bera olamiz. Gap yo'q. Unda bu videoni hali ham men eng qimmatida dam olaman deb yurgan tanishinglarga jo'natib qo'ysanglar, vaholanki ularning eng qimmat deb yurgani o'tda 5-o'ringa ham to'g'ri kelmas ekan.